shuni ustiga bosib yuboramiz. Xo'sh, saytga kirgandan keyin mana shu o'zining valyutasida bizga mining sifatida pul ishlab boramiz, ya'ni mining qilib turadi bonus sifatida. Bu yerda mana shu adashmasam bir kunda 41 mingmi 41 ming xullas shunaqa 41 ming bo'lsa kerak bu yerda mana. Xo'sh, 16 soatdan keyin bu yer to'lar ekan oxirigacha. Bu yerda Telegram akkaunt chiqib turadi. Bu yerda tilni tanlashingiz mumkin. Bu yerda esa xabarlar bo'limi bor. Pastroqda mana shularni, ya'ni bu vazifalar beriladi. Bularni bajarib shunaqa o'zini coinlaridan ishlab olishimiz mumkin. Buning uchun mana shu ustiga bosamiz. Va mana shu confirm ustiga bosamiz. Bizga endi mana 1000 coin berildi. Coin deb aytamiz. Endi biroz boshqacha bu. Endi buni ustiga bosamiz. Confirm ustiga bosamiz. 3000 berildi. Bu yerda yana bitta bor ekan, buni ham bosamiz. Bunga ham shunaqa pastroqda yana follow, ya'ni nimagadir obuna bo'lish kerak. Mana Telegram kanali bor ekan. Xo'sh, bunga ham obuna bo'lamiz. Endi ya'ni botga qaytamiz. Va bu yerda mana shu ustiga bosadigan bo'lsak, bizga 500 berar ekan, confirm. Va bu yerda mana yana bitta bonus bo'limi Liquid Draft. Ustiga bosamiz. Bu yerda mana shu barabanni aylantiramiz. Hozir ochmayapti, internet sifati biroz pastroq. Xo'sh, ochib qoldik. Bu yerda ham ma'lumot berib o'tilgan. Bu yerda eng kami 100 ekan. Buni ustiga bosamiz va barabanni aylantiramiz. Qanchadir bizga miqdorda bonus beriladi. Biroz kutamiz. Va 100 berildi. Yomon emas. Yana bitta bosib ko'ramiz. Aylanadimi, yo'qmi? Yo'q. Biz faqat bitta aylantirish mumkin ekan. Xo'sh, bu yerda vazifalarni bajarib, ancha bonuslar yig'ib oldik. Bu yerda ikkinchi bo'limga o'tadigan bo'lsak, bu yerda adashmasam mana reyting ekan bu. 15 daqiqadan keyin yakunlanar ekan. Kim kuniga qancha ishlayotgani mana 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin uchun kurash ketmoqda. Ya'ni bularga adashmasam bonus beriladi yoki mukofot beriladi qandaydir. Va 3-chi bo'limga o'tadigan bo'lsak, xo'sh, biz 3-chi bo'limda mana shularni sotib olib pul ishlashimiz mumkin. Mana VIP darajalar. Buning narxi mana kuniga 46 ming ishlab berar ekan. Buning narxi $15 ekan. Ko'rib turganingizdek, bu yerda mana hashrati shunaqa ekan. Ya'ni VIP deymiz. Buning narxi $100 ekan. Bizga kuniga 314 ming ishlab berar ekan. Sotib olish uchun mana shuni ustiga bosamiz. Buni narxi mana 3-chi VIP uchun narxi $300 ekan. 954 ming ishlab berar ekan kuniga. Qolganlarni o'zingiz tanishib chiqishingiz mumkin. Qolganlari bilan bu yoqda ham mana 24 soatda 41 ming ustiga bosib ko'ramiz. Bu yerda ham qandaydir bonuslar bor ekan. Xo'sh. Va jamoa bo'limiga o'tamiz. Keyin sizlar bilan birgalikda VIP birini sotib olamiz. Bu yerda mana jamoa bo'limi, hozir 10 ta referral bor ekan, sababi Telegram kanaliga joylab qo'ygan edim. Bu yerda mana 1-chi, 2-chi, 3-chi darajalar hammasi 1-chi daraja ekan, 10 tasi. Demak, bu yerda mana shuni ustiga bosib nusxalab olishingiz mumkin. Bu yerda darajani ustiga bosadigan bo'lsak, necha foiz bonus berish ko'rinmayapti. Xo'sh, buni keyin ko'rib chiqamiz. Mayli, buni ustiga bosamiz. Oxirgi 5-chi bo'limi. Bu yerda mana 6 ta, bu yoqda 8 ta bo'lim bor. Mening hisobimda mana coin 9600 coin bo'ldi. Va men $15 kiritganman. Bu yerda transfer bo'limi bor. Ustiga bosadigan bo'lsak, pulni almashtirib olishingiz mumkin. Va bu yerda mana shu yana bitta transferga o'xshagan bo'lim bor. Mana bularni almashtirib olishimiz mumkin. Demak, bu yerga kiritib ko'ramiz. Misol uchun 1000 bo'lsa 32.032 sent bo'lar ekan. 10.000 bo'lsa 32 sent. 100.000 bo'lsa $3.20 sent ekan. Xo'sh, bu ham yomon emas. $15 ga biz oladigan bo'lsak, 46 ming, ya'ni bonuslar bilan kuniga 50 ming ishlaydigan bo'lsa, hozir buni ham ko'ramiz. Misol uchun 50 ming. Mana 50 mingga $1.60 bonus berar ekan. Demak, 50 ming bo'lmasa ham $1.5 bor kuniga.
biz 15 dollarga har kuni 1,5 dollar bonus olib qolishimiz mumkin ekan. Bu yerda mana buni ko'rishingiz mumkin. Endi pul kiritish va pul chiqarishni ko'rib chiqamiz, ya'ni pul kiritishni dastlab. Bu yerda 4 ta bo'limdan pul kiritishingiz mumkin. Bizga eng qulay mana shu BEP20 ustiga bosamiz. Va bizga manzil beriladi. Mana shuni bu yerni bosib nusxalab olasiz. Bu yerda qanday kiritish, nima qilish hammasini batafsil yozib o'tgan. Keyin pul sarmoya kiritgandan keyin mana shuni ustiga bosasiz. Saytga pullaringiz kelib tushadi do'stlar. Endi daraja sotib olamiz. Buning uchun mana shuni ustiga bosamiz va pastroqqa tushib mana shuni ustiga bosamiz va biroz kutamiz. Va yana shuni ustiga bosamiz. Bittami deyapti. Bu yerda mana bitta turadi. Va biz sotib oldik. Xo'sh, endi bizga har kuni 24 soatdan keyin bonus berib boradi va oxirgi bo'limga o'tamiz. Bu yerda mana hisobimiz 0. Ichida mana 1,5 dollar puli ham bor. Ya'ni pul kiritgandan keyin qandaydir bonus berilgan. Va endi bu yoqda ustiga bosadigan bo'lsak, ikkinchi bo'limga o'tamiz. Nima ekan bosib ko'ramiz. Yana bitta bossak. Xo'sh, nimadir yozuv chiqdi. Bizga kerak emas ekan bu bo'lim. Bu yerda mana parol kiritishingiz mumkin, login hammasi bor. Va bu yerda invest ham bor ekan, ya'ni bu yerda darajalarga foizlar ham yozilgan ekan mana. Birinchi, ikkinchi darajalarga qanchadir foiz berish yozilgan. Xo'sh, endi pul chiqarishni ham ko'rib chiqamiz. Bu coinni qanday almashtiramiz desangiz, bu yerni bosamiz. Misol uchun hozir menda 9000 bor. Bu yerda mana salkam 10000 bo'ldi. Bu yerda ko'rib turganingizdek. Misol uchun 9500. Ustiga bosamiz. Va biz almashtirib oldik. Endi bizning hisobimizda mana 1 dollar 80 sent bo'ldi. Buni yechib ko'ramiz. Va bu yerda mana shu ustiga bosadigan bo'lsak, admini va Telegram kanallari bor. Bu yerda Telegram kanal va bu yerda admini bor do'stlar. Juda ham ajoyib ekan, bonuslar ko'p. Pul kiritish, ya'ni pul yechish mana shuni ustiga bosamiz. Bu yerda mana parol kiritishimiz kerak ekan. 4 ta bir xil parol kiritishimiz kerak. Sababi pul yechish paytida kerak bo'lar ekan. Men parolni kiritib, keyin videoni davom ettiraman. Va 4 ta bir xil parol kiritib bo'ldi. Mana shuni ustiga bosamiz. Endi biroz kutamiz. Kuchliroq parol bo'lishi kerak do'stlar. Har xil belgilar qo'yib yuborsangiz ham bo'ladi orasiga. Misol uchun yulduzcha, reshotka shunga o'xshagan. Va bizning parolimiz tasdiqlandi. Bu yerda ikkita manzilga pul chiqarishimiz mumkin ekan. TRK20 va BEP20. Hech qaysiga komissiya yo'q. Biz BEP20 ga chiqaramiz. Minimal pul chiqarish mana 1,5 dollar ekan. Bu yerga parolni kiritamiz. Xo'sh, bu yerga adresni kiritamiz. Bu yerga summani kiritamiz ekan. Hammasini kiritib bo'lib, keyin videoni davom ettiraman. Xo'sh, mana adresni, miqdorini va buni parolni kiritib bo'ldim. Endi confirmni ustiga bosamiz. Biroz kutamiz. Internet sifati biroz pastroq do'stlar. Va withdraw successful. Ya'ni success deyapti. Endi boshqa bo'limga o'tamiz. Tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa do'stlar, bemalol Telegram guruhiga yoki kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Bu yerda mana start mining ustiga bosamiz. Boya pullarimizni almashtirib olgandan keyin bu yer to'xtab qolgan mana. Endi bu yerda tezlashdi. Sababi biz miner sotib olganmiz. Tepada xabar keldi mana do'stlar. Pullarimiz kelib tushdi. 1 dollar 80 sent. Juda ham ajoyib. Hozir Binance ga o'tib ham ko'rsataman, hamma narsa isboti bilan. Mana ko'rib turganingizdek 1 dollar 80 sent kelib tushdi. Bu yerda mana vaqti, soati hammasi bor. Screenshot qilib olamiz. Bizga kerak bo'ladi. Endi botga qaytamiz. Demak 100% to'lovda. Bu yerda mana xabar ham kelgan. Bu yerda mana tilni tanlab qo'yishingiz ham mumkin. Xo'sh, tushunmagan joylaringiz bo'lsa albatta kommentariyaga yoki Telegram guruhiga yozib qoldirishingiz mumkin.
Demak, bugungi video mana shundan iborat edi. Bot silkasi, ya'ni bot havolasi Telegram kanalda bo'ladi.